Agar ilojisi bo'lsa, ikki kishi o'tirib ketsa ham bo'ladi lekin. Rivojlangan variantini qaranglar, nima deyapti? Bu model endi eski Xitoylik uchun, mana model eski, qaranglar. Shunaqa zo'r ekan. Agar ilojisi bo'lsa, ikki kishi o'tirib ketsa ham bo'ladi lekin. Mana buni qaranglar, qanaqa zo'rligini. Bu ko'rayotganingiz hajmi 40 kilo. Bitta pul tomon nimada? Mana bu joyi menimcha ochilsa kerak. This open it-da. Hozir endi buni demonstratsiya qilib ko'rsatsa bo'ladi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bagajni shurtga solinadi, qaranglar. Qancha hajm? Misol uchun bu yerda ko'ryapsizlar, 6 ta mana bunaqa korobkalardan ketyapti. Ya'ni sizlar bemalol mana shu kiyimlarni to'ldirib, bemalol aeroport uzra uchishinglar mumkin shu narsani olib. Materiali duroplastdan qilingan, bu yoq tomonlari ballonlari ham kauchukdan qilingan. Yaxshi gap bo'lishi mumkin emas, yomon emas. Kimga kerak bo'lsa bemalol xitoychalarga buyurtma beraverasizlar, mana ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari mana modeldan bor. Optik ko'rinishdagi variant, bu ham juda chiroyli ekan, bejirim ko'rinishda. Material duroplastdan qilingan. Bemalol masalan aeroportga olib uzoq yo'llarni yaqin qilish maqsadida yosh katta odamlarga olib bersanglar ham bo'ladi, prinsipi. Bunaqa og'irlik tug'dirmaydi buni qilaman. This how much? Mana ko'rishingiz mumkin. Bu 2000 RMB. Bu 2800 RMB. Bu 2300 RMB. Narxi unga ikkaloviga qaraganda mana bu o'rtacha narx, lekin bo'ladi. Mana shuni lekin olishingiz to'y. Sizlar qaysini olgan bo'lardinglar? Kommentariyga yozib qoldiringlar.